To'g'ri, ko'p uylar mahallani ichida joylashgan, lekin bu uyimiz katta yo'lga juda ham yaqin lokatsiyada. Manzilimiz Sergeli tumani, Orientir Qo'yliq massiv 5. Umumiy maydoni 1,5 sotik, 6 ta xona plus holdan iborat. Avtomatik darvozadan kirib mashinalarni qo'yib qo'yasizlar. Tepalar naviz qilingan. Zelenoy zonasi bor, zamonaviy rakvina, tapchanga ham joylar yetarli. Narxi 150 ming, yana kelishtirib beriladi. Kirganimizda mazza qilib o'tiradigan keyingina hol keladi. Mashinaqa sifatli eshik zinali qilingan. Mana bu yerda oshxonamiz joylashgan, oynasi panoramli. Bu yerda esa birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Bu birinchi qavatdagi yotoqxona, bu yerda esa mehmonxona joylashgan. Undan orqa tomonga chiqsangiz bo'ladi. Havo aylanadi, hamma xonadagi quyosh nuri tushadi. To'pli pol plus batareyaga sharoitli tashalgan. Podvalga uy ichidan tushamiz. Podvalni 7-xona hisoblasangiz ham bo'laveradi. Chiroyli ta'mirdan chiqarilgan. Mana bu yerda kotelni joylashgan. Ichiga do'kontirning kotel o'rnatilgan. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xonamiz bor. Atrofida maktab, bog'cha, hamma qulayliklar mavjud. Mana hamma xonalarimizga zamonaviy chiroyli lustralar ilingan. Mana bu yerda ham bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi joylashgan. Ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Videoga like bosib, videoni xonasi ko'p. Katta yo'lga yaqin uy qidirganlar yuborib qo'yinglar. Rahmat.